Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Abbasiler Sultanı 17. halife Muktefinin zamanında ölüp ketken meşhur en katlı büyüklerden Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal diye zat. Bu zat biz aldığın derslerimizden ayeti köp tilge ilingan İmamul Muslimin, İmam Ehl-i Sünne vel Cema'a namıyla meşhur boğan Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi aleyhinki çoğun oğlu buludu. Bu adam Hicriye 213 yılı doğulup Hicriye'ninki. Hicriye 290 yılı yani miladiye 903 yılı Muktefi'ninki zamanında dünyadan ketken. Bu kişinin dadısı okşaş. Yani hadis yadlıgan, hadis ügengen, Bağdat'taki ayet meşhur, közü görüngen ulemalar katarıdın. Anısınınki ismi Reyhane. Bu İmam Ahmed'inki oldu bir ayal boğanken de Abbasi isimlik. Bu ayal ölüp ketkendikin bu ayaldan toy kılıp şu Abdullah toğulganken. Yani İmam Ahmed'inki balalar içinde en közü görüngen bala şu Abdullah. Dadısınınki ayeti köp kitaplarını muş adam özü yadlap, ügünüp başka kiyik mezgillerde ümmetke yetkizgen. Bulap mı İmam Ahmed rahmetullahi aleyhinki en meşhur kitaplardan mesela Musned'ne muş adam ayeti köp yadlagan, okugan. İmam Ahmed'inki ballarının içi de başka ballarımı mesela ölüme mesela lekin ballarının içi de Abdullah en köp dadısını rivayet kılgan dadısınınki köp sözlerini, kılmışlarını, hareketlerini ümmetke kiyin meyli kitap şekilde bolsun bunun bu adamın neçe kitapları vardı meyli rivayet şekilde okuyucular öğütüştü bolsun muş adam köp töhp görsetken özün ayeti tolumu isil samimi, rastgel, yaxshi, hayatlık, nomusluk adam bulup dadısı köp halda muş bal bilen köprek hem sohbet bolganken de mesela dadısı kitap okusa muşdan okup biletken. Şuna keyinki devirde ballar içinde közü görüngen büyüklerden, Allah'ımlardan bulup yetilip çıkan boluşu mümkün. Ondan başka yana bir ulema en katta büyüklerden Sa'lab degan kişi. Bu Tülkü degan buldu Arap tilida. Bu adamның ismi bir adam. Bu Arap tilshunosligining ayeti büyük ustaz buldu. Sa'labninki kunyasi Ebul Abbas, asli ismi Ahmed ibn Yahya Şeybani deymiz. Bu adam Hicriye 200 yılı doğulup Hicriye 291 vefat olgan. Yani miladiye 904 yılı doğru keldi. Öz zamanısının aynı devirdeki ayeti büyük ellamisi Kufi'deki, artık Irak'ın Kufi'deki Kufe medrese yaki Kufe Arap til grammatikası iqiminin en çoğun 3 pişvası var. Şu 3 pişvanınki birisi İmam Sa'lab şu. Aynı devirde Arap edebiyatıda, Arap tilşunaslıqda ve şundaqla hadis ilmida Kufi'ninki nayet dağınıq ustaz bolgan. Her cihetten nayet yetilgen büyük allamilerden. Bu kişininki hazır nurgun nayet yaxshi kitapları hazır kadar saklanıp gelgen. Nemişqa bu adamda Türkiye deb bu namını belgelse, bu adamda sual soralsa, sualga birden ma noktadın, birden a noktadın. Hemme taraftan çıkıp durup cevap veretkende. Şu an bu adam ne? Sa'lab Türkiye degen. Bu adam hadis ilmida, fıkıh ilmida köp taraflimlik bilimge ega bolsunmu, ama bizge nispeten bekrek gevdlik görüngen tarafı bu adamның şu Arap tilshunosligi bekrek gözü görüngen. Muktefi'ninki zamanında yani ölüp ketken yani bir büyük Kumbul degan kişi. Bu zat Kur'an-ı Kerimni rivayet kılgan, tecvidlik rivayet kılgan aynı devirdeki peşva derecelik ustazlarınki biri. Bu İbn Kesir deydigan bir kişi ötken. Bu keyinki devirdeki İbn Kesir emas. Öz devirdeki meşhur bir qari bolgan. Şu İbn Kesir'ninki şagirdi boldu. Bu yana hazırkı 7 xil 10 xil qiraat degan qiraatlardagi bir ustaz. Bu adam aynı devirde Hicaz zemininki ustaz bolgan. Tug'ilgan vaqti Hicriye 165 depti. Ölüp ketken vaqti Hicriye 291. Undaqda bu adam 100 yaşdan eşip ketken boludu. Belki Allahu alem. Demek hem bu adam şu Mekke'de Mekke ehlininki dağınık ustaz sanılgan. Tecvid ilmida, qiraat ilmida.
Amma bir qism olimlar yo'q bu 195 tug'ilgan debdi. Balki 195 degani bekrak aniq bo'lsa kerak hamda. Qiraat ilmi bilan mashg'ul bo'lishdan boshqa hamda Makkada ayni davrda saqchilik vazifasini o'rinlagan. U vaqtlardagi saqchilar hozirgi davrga o'xshamaydi. Hozirgi davrdagi saqchilar maktabda yaxshi o'qimagan, savodsiz, galvon odamlarni saqchi qilib qo'ydilar qanday o'rinda. Ko'pincha. Lekin u davrdagi odamlar nayt pishqon, yetilgan, xalqning ishini nayt ko'nib, samimiy bir taraf qila oladigan, haq nohaq tuyg'usi nayt kuchli odamlar. Shunday odamlarni saqchi qiladi. Shunga bu odam u davrda mush amallar mashg'ul bo'lgan. Demak, islom tarixidagi 7 xil qiroatningki biri bo'lgan Ibn Kasirdan rivoyat qilgan qiroat demak mushu Qumbuldan taralgan. Qumbul degan laqab bu yerda. Qumbul degan nima desa, mushta bir dori vakanda shu davrda ishlatilgan. Shu dorini ko'p iste'mol qilgachqa bu odamni Qumbul deb mushta atagan. Deb ulamolar shu ifodani bildirgan. Onundan başqa yana bir allama Muhammad ibn İbrahim Boşenci kunyasi Abu Abdullah Hicri 204-yil tug'ilib, Hicri 291-yili Muktafiniki zamonida o'lib ketgan. Şafi mezhebindeki dağınık mujtahid uleması, faqisi bo'ladi. Öz zamanındaki Nishapur ülkesindeki hadis ustazi. Arab tilshunosi bo'lsin, Arablarning tarixida munosabatli jihatda bo'lsin, shu davrda peshva ustoz. O'zini aytdi, qalbi kuchlik, nafsi kuchlik odam. Qalbi kuchlik, nafsi kuchlik deganimiz yumshoq bosh, irodasiz mana odamlar emasda. Haqiqat yelib yashaydigan mana odamlardan emas. Bu odam undan boshqa o'ziga aytdi, sehi mardlik bilan dang'agan odam. O'zi yeydigan esil tomoqlardan o'zining mushklari bor ekanda, boqilgan shu mushklariga taom beretganda. Bir kunsi o'z tomoqini yapılab esida yo'q, qarshi tomoq tugab bo'lgan. O'rnidan qo'poq qaytadan tomoq pishirib, shu mushklariga tomoq beretdi, bergan deydi. Demak bu odamniki buningdan aytdi, esil zodligi, Xudoga bo'lgan yaqinchilik ifodasi tuyg'usi bo'lmasa, u hayvonga unchalar ko'nib ketmaydi odatda. Yana bir allama Bazzar nomi bilan mashhur bo'lgan Abu Bakr al-Bazzar, Ahmad ibn Amr degan kishi, bu odamniki Musnad nomli bir hadislar to'plami bor. Hijriy 292-yil o'lib ketgan. Ulamolar bu kishi baho bergan vaqtida İmam Zahabi rahmetullahi alayh allama hafiz degandek baholarni bergan. Musnad, en katta Musnad nomli kitobning avtori deb. Demak, İmam Zahabi rahmetullahi alayh bu bahoni bergan ekan, İmam Zahabining bahosiga erishgan ulama haqiqiy ulama. Chunki İmam Zahabi bek inchiklaydi bunday masalalarda. Demak, bu odam shu ayni davrdagi katta muhaddislardan deyishki bo'ldi. Yana bir allama büyükimiz Ebu Muslim al-Kijji nomi bilan mashhur bo'lgan ismi İbrahim ibn Abdullah Hijriy 8-yilda tug'ilib, Hijriy 292-yil o'lib ketgan. Bu odam ayni davrdagi ishonchli hafiz hadis olimlaridan. Sunan nomli bir kitob bor bu odamning avtori. O'zini aytdi, esil ulug' odamlarniki biri. Hadis ilmini yaxshi biladigan, hamma jihatdan, san'at jihatdan, hamma jihatdan bo'lsin. Bag'dodga kelgan vaqtida Bag'doddagi ahli ilmlar, talabalar bu odamning qishig'a aytdi, so'runiga kelib hadis anglash uchun qisdan olib ketadi deydi. Bu odam. Qabrsi bu odamniki shu Basrada oxirgi hayoti shu yerda o'tgan. Bu odamning shu Bag'doddagi darsi o'tgan paytlarda bir so'rinlab 40 necha ming odamda qog'oz qalam tutib shu vaqtida hadis anglaydi deydi. Bak hech nim tutmay, qog'oz qalam yo'q, qarab turadigan odam buning sirtida. Demak, bu odamning qishda hadis anglaydigan odamlar nihoyatda ko'plikka ko'rinib turibdi. Bu odamning Sunan nomli shu hadis kitobini o'zi ayni vaqtida kishilarga dars o'tgan vaqtida mush kitobni men o'gitib kishilarga saq tugitalisam 1000 dinar pul sarf qilib men kishilarga men taqtiman deb o'ziga va'da bergan, nazr qilgan odam. Degandek Sunan nomli kitobni shu dars qilib bo'lgandan keyin cho'ng bir so'rin tuzab bu odam
1000 dinar pulni shu yerda sarfiyat qilgan deydi. Demak bu nimani bildirdi desa, Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki hadislari qilgan bir hurmat, bir ehtirom bu. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk qozi Abu Hazim degan kishi. Asli ismi Abdulhamid ibn Abdulaziz al-Hanafi deymiz. Basrniki ayni davrdagi nihoyat dongli faqihlardan. Hanifi mazhabni nihoyat yaxshi bilgachga, shu bu odamni Hanifi degan bo'lishi mumkin. Chunki Iroq ahlining mazhabini nihoyat yaxshi biladi deyilibdi. Bu odam ayni davrdagi mush miros ilmi, dehqonchilik, hisob kitob, matematika mush ilmlarni bilish bilan mashhur ayni davrda. Bular matematikada nihoyat yaxshi ustuqi bor deb qaralgan ayni vaqtida. Mush doklad tayyorlash, kishilarniki mush kayfiyatini bilish jihatini talanti bo'lg'achqa bu odam ayni davrda qozi bo'lgan. Ulamolar bular Imom Zahabiy rahmatullohi alayhi bu zotga baho berib, o'zini diyonatlik, taqvo, ishonchlik, kishilarni eng yaxshi ko'rsatadigan, matematikani yaxshi biladigan, miros ilmini yaxshi biladigan, aqli quvvat komil, zirak odam edi deb sifatlagan. Bu kishi 292-yili Bag'dodda o'lib ketgan. Undan boshqa yana bir buyukimiz Salih ibn Jazara degan kishi, Salih ibn Muhammad mi deyiladi, lekin Jazara ismi bilan mashhur bo'lgan. Bu zotmi ayni davrdagi hadis rivoyat qilgan hadis ulamolarininki biri. O'zini hofiz, buyuk hofizlardir. Bu yerdagi hofiz degan so'zimiz hadisni ko'p yod biladigan, san'atlik biladigan odamlarni hofiz deb sifatlagan ayni vaqtida. Ulamolar bu kishiga baho berib, o'zini jangchi, hofiz, ishonchlik ulamo degan. Demak bu odam shu ilm babida utuq qozonish bilan birga alamdorlik babida utuq qozonganligi ko'rinib turyapti bu yerda. Bu zotmi 293-yili dunyodan ayrilgan. O davrdagi yana bir buyuk alloma Muhammad ibn Nasr al-Marvazi degan kishi Hijriya 202-yili tug'ilib, Hijriya 294-yili dunyodan ayrilgan. Marvazi degan ismdan bu odamniki Marvadan, hozirgi Turkmanistondan ekanlik chiqib turyapti. Bu Turkmanistondan ayni davrda nihoyat ko'p hadis ulamolari, katta buyuklar, allomalar chiqqan bu odam. Chiqqan. Bu odamga o'xshash. Bu odamniki mazhabi Şafi mezhepte. Biroq bu odam hadis ilmida, fiqh ilmida bir dengiz ayni davrdagi. O'ziga ixtiyor nomli bir kitoblari bor bu odamniki. Bu odamniki dadisi Marvazi bo'lgan bilan, yashagan, ilm o'rgangan joyi Bag'dod bo'lgan bilan, keyingi mezgilda bu odam Samarqandda yashagan. Demak, Samarqandmi ayni davrdagi ilm bo'shliklarininki biriga aylangan deyishga bo'ldi. Bu odam ayni davrda ulamolar ichida namozni chiroyli o'qiydigan, xushu huzur bilan o'qiydigan bir xislat bilan ulamolar ichida dong chiqargan. Ulamolar baho bergan vaqtida bu odamning namoz o'qish tarafiga bakrak ahamiyatlik ko'zikchilik qilganda. Ulamolarning deyishda biz Samarqandga borgan vaqtimizda Muhammad ibn Nasr al-Marvazining hadis ilmida bir dengiz kabi ekanligini ko'rgan to'q degan. Demak, Samarqandda mush hadis ilmini hali keng taqatganda, o'rgatganda qiladi. Ulamolar baho berib, o'z davrining shak shubisiz hadis ilmining peshvosi deb nom bergan. Ba'zilar bo'lsa o'z davrida Xurasan olimining hadis imomi degandek nomlarni bergan. Bu odamning qabrisi hozir Samarqandda, Hijriya 294-yili o'lib ketgan. Bu odamning nurg'un kitoblari qolgan bo'lsa-mu, hozir bizga yetib kelmaganligi biz noma'lum. Lekin ko'pincha bu kitoblarniki miros, namozga munosabatlik, iymon, miros qatorliq shu sohada yozilgan. Ondan başqa yana bir buyuk Abul Husayn an-Nuri degan kishi. Bu odamni Ibn al-Bag'aviy, ya'ni Bag'aviyning o'g'li degan nom bilan mashhur bo'lgan. Ayni davrdagi nihoyat buyuk ahli sunna vel jamoa firqasidagi ulamolarning bir sanaladi.
Hicriye 3. asırdaki sünni tasavvuf iqimining peshvolaridan. Bu adamniki tug'ilgan, o'sib cho'ng bo'lgan joyi Bag'dod. Ammo asli bu adamniki juti tigi Xurasandan. Ya'ni Afg'onistondagi hozirgi Heratdan. Bu adam hem de aynı devirdeki katta büyük tasavvufçu Cüneyd Bagdadi bilen devirdaş, tengtoş. Cüneyd Bagdadi bilen belki şu cihette bazı bir okşaşlık tarafları buluşu mümkün. Hem de. Çünkü Cüneyd Bagdadi bu adamga bir baha bergen. Bu bahası mundaq. Abul Hüseyin'in Nuri ölüp ketgenden beri hiçbir adam samimiyet, rastçılıkның mahiyetini dep birenmi deydigen bu adamdan. Bu kişiniki bekrek közü görüngen avalatlardan Bagdad'da yaşagan vaqtida körgenlerinin deyişçe Xudanın ayet köp zikir kılıdığan, köp namaz, roz tutadigan, yaxşı adamlar bilen hem söhbet boladigan, Allah'a özünü atıgan, Qo'lida bir non ko'tarilib shu nonni haq sadaqat qiladigan, bir masjidga kirib namoz o'qib, undan keyin dukkanni ichib, tamoqni oz yeydigan, shu tipdagi ulamo ekanda büyük. Bu adamniki mashhur so'zlardan tasavvuf nafsining har qanday orzusini tark etish degan bo'ladi deb qaragan ekan. Ondan başka bu adam bizim zamanımızda en nadir işlerden iş. Bireymiş alimnin özün ilmi emel kılmakını ters. Bu güçtelep kıldıgan bir halet. Yani birisi bir hakikatli sözleydigan, samimi bir arifning bo'lişi buna ait nadir kem tepildiğen cereyan degan. Bu Hicriye 3. asırda bo'lgan avval bizim zamanımızda köz nimdati bo'la. Bu adamın yani bir meşhur sözü her nersini Xudaga bağlap düşengen vaqtida bir adamçı Müslüman. Ondaqda bu adam her şeyde Allah'a qaytqan boldu degan. Belki demekçi bo'lgani bu meselede her qandaq dünyadaki şeylerning yaratılış hikmetleri olsun, belki bazı tüzlü hikmetleri taraflı olsun. Her şeyini Xudaga bağlap düşünelgen vaqtida, yani özünün küçüdün, başkalarınınki istaşkıdın, vakızadan hali halette her nersini Xudaga bağlap düşünelgen vaqtida bu adam şu şeyi de, yak şu nerside her vakit Xudaga bağlangan boldu degan boldu bu. Ondan başka yani bir büyükümüz Ebu Cafer Tirmizi degan kişi, bu İmam Tirmizi emese, bu Tirmiz'den nurgun ulamalar çıkan, Tirmizmi Qashqar degan o'xshash bir jut. Bugünkü gündə Afganistan ile Özbekistan'daki ağırlıqda bir kısım yerleri var. Asasen köp yeri Özbekistan'a tabi. Ebu Cafer Tirmizi ismi Muhammed ibn Ahmed Tirmizi deyimiz. Hicriye 200. yılı doğulup, Hicriye 295. yılı ölüp ketken. Yani miladiye 908. yılı doğru kildi. Bu adamı aynı devirdeki nayeti hatta büyük Şafi mezhebindeki fakirlerden. Bu adam aynı devirde Irak'ta yaşayan, Irak'ta Şafi mezhebindeki ustaz bo'lgan, İmam Şafii'deki şagirdleri okugan bu adam. Şunun için Şafi mezhepte çoğun bo'lgan bo'lishi mumkin bu adam. Aynı vaqtida Hanefi mezhepte ekan. Keyin hamda Şafi mezhepga o'tkelgan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'rgan deb shunaq debdi. Belki şu tushning sababidan şu Şafi mezhep qaytqanligi qayd qilingan. Bu adam Bagdad'da yaşagan, azga kanaat kıldığan zahitlardan aynı vaqtda devirde. Күнде mesela oyda 4 dirhem özgü çıkım kılattı ki. Bir adamdan pul tilemeydiğen, soramaydiğen, ağaçını demeydiğen, işte kanaatça ötken büyüklerdi. Bu adamdaki şu namaz hallarının ihtilabı namlı kitabı var. Bu zaten aynı devirdeki Irak'ta yaşayan Şafi mezhebindeki en katta peşvalardan sanıldı. Biz hem de aldığın katımlık dersimizde İbn Abi Dunya'nınki ölüp ketkenlikini degan toq. Ama bir kısım alimlar İbn Abi Dunya Muhtepinin zamanı sıkça yaşayan degan qarashni yaqlaptı. Belki bir yılın içinde bazılar, çünkü bu bir yılın içinde bir halif öyle bir halif tiklengen diken, şu bir yıl ikili haliflik tava
bir davr bo'ladi hamda. Balki mush jihatdan bu ixtiloflar kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Abdulg'afir degan kishiniki Nishapur tarixi nomli kitobida Ibn Abi Dunyaniki mundaq deganligini ko'rgan edim. Xilofat Muktafi Billahga tava bo'lgan vaqtida uningga men 2 beyt yozgandim debdi. Bu so'zdan hamda Ibn Abi Dunyaniki Muktafiyniki xilofat zamonini ko'rgan deyishki bo'ldi. Muktafi Billahga yozgan bu 2 beytni biz bilib chiqaylik. Bu beytda mundaq debdi. Ders ügetken yoki adab qoida yo'sin ügetken adamniki haqqi mush ota-onaning haqqiga o'xshaydi. Muruvvatlik aql egilarining nazarida mushu dodi bilan ustozniki hurmati o'xshash. Hamda mush odamlar ichida mush haq huquqni eng yaxshi rioya qiladigan odamlar ahli nubuvvat ailesi, yani peygamber cemaatideki kişiler deb bu şiirini yazıp evetipdi. Şunun bilan İbn Abi Dunya deydi, "Bana 10.000 dirhem tartıqlab evetipdi" dedi bu şiirgamda. Çünkü Muktafi Billahni ve onun iki dadısını bu adam terbiyelegan, beqib cho'ng qilgan ustoz bo'lganda ayni vaqtida. Demak, mushu İbn Abi Dunyaniki Muktafi Billah'niki zamanısı kadar yaşaganligini bildirdi debdi Jaloliddin Suyuti. Muşun bilan biz Abbasilarniki 17. Sultani Muktafi Billah'ning hayoti bilan tanishib chiqdik. Allah xolisa biz keyingi darsimizda 18. xalifaniki hayoti bilan tanishib chiqamiz. Kelarki dars ko'rishaylik. Xushvaqt bo'linglar. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.